Endi uyatib shu ko'da bilan endi. Uyni tozalansa, ovqatlar qilinsa, kiyimlar dazmollansa, kirlar yuvilsa, hamma yoq chilli chiroq qilinsa, tappa tayyor hamma narsa cho'tlik qilib qo'ysam, bilib olishim kerak. Yo'li bor ekan, amma. Sovg'aga boshini qotirib bir odam oxiri bir magazinga bostirib kiribdi. Yuzlariga niqobni kiyib olib, shunday bostirib kirib, "Yatqabay!" Desa yuzligi niqob tushib ketibdi. Sotuvchiga qarab, "Tanib qolding?" "Tanidim." "Ko'rib qolding?" "Ko'rdim." "Eslamam qolding?" "Eslamam qoldim." Otib tashlab. Yana kim ko'rib qoldi? Yana kim tanib qoldi? Kim eslab qoldi? Desa, hamma yotganlar ichida bittasi, "Mani qaynonam sizni juda yaxshi taniydilar. Adreslarini beraymi?" debdi. Aniq qo'rqmaysiz xotindan. Sekinroq gapiring aka. O'sha niqob taqqanlar eri xotin uxlayotgan xonaga bostirib kirishibdi. Xotin uyg'onib qolgan ekan, to'pponchani turib, "Sani joningni olgani keldik" desa, "Xo'p, shoshmanglar, erini uyg'otib, jonim sizni so'rashyapti" demiş. Aniq qo'rqmaysiz-a? Bir ay yerdan so'rabchi, "Adajonisiz. Jonim asalim 7-8-mart. Menga nima sovg'a qilasiz? Siz eriyap ichib berib uraman. Qochib ketsamchi? Unda sovg'asiz qorasan" degan. Aniq qo'rqmaysiz-a xotindan? Bitta yigit chiroyli, brilliant usul zirayni ko'tarib olib, mashtaqasida quyoshni tovlantirib, olib ketsa, oyingiz ko'rib qolib. Oshda qaqqa desa, qaynonamga sovg'a oldim. Ziray, tilla, brilliant ko'zli, 18 karat. Shuni sovg'a qilmoqchiman desa, qoyili, qaynonangni yaxshi ko'ragansan. Zirayni tushundim-ku, qo'lingni bilto'v nimaga desa, qaynonam qulog'i teshilmagan ekan deydi. Aniq qo'rqmaysiz-a? Kerak bo'lsa qo'rqmayman. Nariyoqqa borib gaplashinglar. Aniq-a? Qaynonani yaxshi eslab qoldi. Qaynona endi ikkinchi ona hisoblanadi bizda, hurmat bo'yicha. Sizda ikkinchi onami qaynona? Ikkinchi ona hisoblanadi. Ularni ham sovg'alar haqida o'ylab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Birinchi ona hisoblanadilar qaynona. Shu kesalar yugurib chiqib, "Assalomu alaykum, onajon. Necha kun turasiz?" deymiz. Men ham qaynonam bilan juda yaxshiman. Men uylariga borsam, meni o'tkazishga joy topolmay qoladilar. Eshik oldida turib qaytib ketaman. Xo'sh, nima sovg'a oldingiz endi masalan endi? Sovg'aga ma'qul. Masabek aka. Men bir narsa tanladim, lekin bir narsa tanladim. Qaynonagami? Qaynonaga. Biz duo qilib qo'yaveramiz. O'tib qolgan. Shularga sizga. Ularni kim o'tib qolgan? Yo'linglarni bersin ko'pchilik. Nima? Yo'linglarni bersin deyman. O'zingizga so'rayapsizmi? Hammaga. Men qaynonamga ikkita tipratikanni terisidan zakaz qildim ovchilarga. Nega? Paltolariga yoqa qildirib beraman. Chiroyli turar ekan. Siz hammani yaxshi ko'ragansizlar deb. Olgan ma'qul, Mirzabek aka katta bo'lib maslahat bering. Maslahat olgan yaxshi. Endi shunday narsa olingki, ro'zg'orga ham kerak bo'lsin. Kelinga ham kerak bo'lsin, sizga ham kerak bo'lsin. Foydasi tegsin, foydasi. Foydasi tegsin. Foydasi tegsin, Iskandar. Unda-chi, kir mashina olaman shu aka. Nima to'g'ri? Kir mashina olaman. Nimaga? Yaxshi. Qo'lda krivo urib, bitta bo'lib katta bittasi kichkina bo'lib qoldi Mirzabek aka. Iskandar, agar kir mashina olsangiz, bo'sh oling, bo'sh. Bo'sh. Zo'r 6 kilo oling, dahshat. Sony yaxshi. Bo'shdan yaxshi. Sony, oppoqqina. Sony, zo'r. Menga qarang. Oladigan bo'lsangiz, Panasonic'da maslahat bergan bo'lar edim. 9 kiloligi bor. O'zi siqadi, o'zi yuvadi, o'zi quritadi, juda ham ajoyib. Mana biror bir qiynalganimni sezyapsizmi? Iskandar, o'zing 11 kiloli ol, yengil ishda Kimpenhua. Ha, 11 kilo o'zi yuvadi, o'zi siqadi, o'zi quritadi, o'zi dazmollaydi, o'zi kiydirib qo'yadi. Voy erkaklar. Uzr, kir mashinani juda tushunar ekansizlar. Sizlar tushunmaganlaringiz sababi sizlar qo'lda yuvgansizlar-da.
Men kir yuvmaganman uka. Ana aytdim. Aniq Yo'q, yuvmaganman. yo'q. Aniq bir marta bo'lsa ham endi. Ya yuvgansiz. Bir marta bo'lsa ham. Bayram kuni to'g'ri gapiraylik. Ana yuvmaganmisiz? To'g'ri endi utib, mijg'ibib, siqishib yuborganmiz. Ikkinchi bunaqa yuvmagan. O'z erkakda ishi shu-da o'zi, shu. Yaxshi, endi sovg'ani bo'lgani yaxshi, lekin men bir so'zni o'ylab turibmanki, bizda ayollarimiz uchun eng yaxshi sovg'a biz erkaklarda ozgina e'tiborimiz u ikkohi shirin so'zimiz. Ana o'ylab qarasam. To'g'ri. Boshladik bo'lmasa? Ko'pchilik erkaklar nomidan. Barcha erkaklarimiz nomidan aytaylik. Aziz va mo'tabar onaxonlar, Munis va lobar opa-singillar, latofatli opajonlar, Xonimlar, Shirin shakar jajji qizaloqlarimiz. Hurmatli barcha ayollarimiz. siz hayotimizning gulisiz. siz xonadonimizni fayzu barakasi. siz umrimiz ma'nosi. Boringizga shukr. Erkaklar nomidan ruxsat bersanglar, qo'shiq aytib bersak sizlarga. Qani, Ruxsatmi? Bo'l, boshladik. Qani. Ey ayol, senda ruh hayol, baxtimga hech qachon ko'rmagin zavol. Farzandlarim onasi, hayotim ma'nosi, men uchun faqat sen go'zallar sarasi. Ey xotin, senla bag'rim butun, baxtimga ilohim umring bo'lsin uzun. Qaynotamning bolasi, qaynonamning sholasi, qiynamang meni ham birovning bolasi. Ro'zg'orni or derlar butun bo'lmas. Gugurt bo'lsa ba'zan o'tin bo'lmas. Sen bo'lmasang bu g'arib ko'ngil to'lmas. Sen bo'lmasang paypog'im ham topilmas. Xotinsiz hayotga erkak ko'nmas. Sensiz tundan ham ko'ngil to'lmas. Yerlar yayraydi sen ishga kuzatganda. Sendan dam olamiz oyoq uzatganda. Ey xotin, xotin, voh xotin, voh voh xotin, 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 rahmat xotin. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Qalbim qalbingdan yiroqda, shundan jonim qiynoqda. Qalbing qalbimdan yiroqda, shundan jonim qiynoqda. Ey go'zal so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlari kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlari kamon, baxtimga bo'laman, agar bilsang hijron.
dahshat. Bo'lmaydi ham. Men hayotimda tiz cho'kmaganman lekin. Birinchisi bo'ldi. Bu hozir tizim shunaqa bo'ldi endi. Yigitlar, 13 yildan beri sen aziz va muqaddassan ayol shousi bilan. Shunday. Har yili biz yayraymiz, qo'shiq aytamiz, raqs tushamiz, qiziqchilik qilamiz, she'r aytamiz. Sababi nima? Biz san'atkormiz endi biz mana shunaqangi qo'shiq aytamiz, she'r aytamiz, ishimiz. Sababi 8-mart. Opa-singillarimizni bayramlarini nishonlaymiz-da. Yo'q. Ularning ko'ngillarini ko'taramiz. Eng katta sababi bor. Sababi tinchlik. Ana omonlik. Ana shunday. Tinch bog'da bulbul sayraydi. To'g'ri. Tinch joyda demak musiqa ko'ngilga sig'adi, hazil ko'ngilga sig'adi. Mashoyixlarda ham gap bor. Inson uchun hayotda eng ulug' ne'mat biri tinchlik, boshqasi sihat deydi. Yashang. Ana to'y tomoshalar, yaxshi kunlar bo'laversin. Yashang. Yurtimiz kundan kunga gullab yashnaversin. Yashang. Jannat makonimiz obod bo'lsin. Yashang. Vatanimiz bizni elimiz baxtiga hamisha gurkirasin, yashnasin. Yashang. Vatan madhiyasi bilan shouimizni davom ettirsak, nima deysizlar? Juda ma'qul-da. Demak, Dilnozaxon Akbarova, O'zbekiston. Marhamat. Ko'zimga to'tiyor tabarruj muqaddas maskan